O'tgan hafta aloqa qilganimda yaxshi qo'zg'almay qoldi. Balki bugun ham aloqa qilsam shunaqa qo'zg'almay qolsa, ayolim oldida uyalib qolaman-ku. Semizlikni zaiflikka olib kelgan ikkinchi narsa, bu xolesterin miqdori ortishi hisobiga tanangizda yomon xolesterinlarning ortishi hisobiga qon tomirlarini to'sadi, qon tomirlarida qon aylanishini kamaytiradi, olatga qon yaxshi keladi deb o'ylaysiz, lekin aksincha qon yaxshi kelmaydi. Qon yaxshi kelmasa, napora pasayadi va olat kuchsiz holda yumshoq bo'ldi, bunday tegsangiz bukilib ketadigan darajada qo'zg'aladi. Yoki ertalab kelaksizlar, bir bor bir yo'q, yoki aloqada yumshoq turadi, aloqani bir amallab qilasiz, bir amallab tiqasiz, tez chiqib ketadi va yumshab tashaveradi. Ya'ni qattiqligi dahan yoki peshona qattiqligida emas, balki yuz yoki burun qattiqligida bo'lib qoladi. Va buni hisobiga jinsiy olatga qon kelmayotganligi sababiga shunaqa bo'ladi. Ko'p erkaklar o'ylaydiki, buni to'g'irlash uchun men ozgina to'xtatadigan doridan ozgina etsam yaxshi bo'lib qoladi. Ha, yaxshi bo'ladi, yaxshi qon kela boshlaydi, lekin vaqtinchalik. Dorining asoratlari bo'lganligi uchun sizda boshingiz og'rishi, ko'ngil aynashi yoki qizib ketishi hisobiga dorini boshga ichgingiz kelmay qoladi. Bunaqa holat kuzatilgandan keyin, qon yaxshi kelmagandan keyin erkak kishida ikkilamchi muammo kelib chiqadi. Bu psixologik qo'rquv. O'tgan hafta aloqa qilganimda yaxshi qo'zg'almay qoldi. Balki bugun ham aloqa qilsam shunaqa qo'zg'almay qolsa, ayolim oldida uyalib qolaman-ku.